Azizga başlayalım. Hadi, Kılıç'a başlayalım. Azizga adresimiz. Burada yake. Burada yake getir. Azizga. Gel, tuttumuzda burada yake. Şaşma. Azizga mı? Burada olmadı. Oldu. Aqtaqada salga palma. Yapandır ataqtırады. Burada yaqaqlarız bir жақсы duan olsun. Gel aka. Assalamualaikum tuğanlar. Biz vaqtlik şu niyet qilgan ekansiz. Chaqanglar vaqti bo'lib qoldi. Endi xizmat qilgan yigitlardan bo'lsin, umri uzun bo'lsin. Bizga o'xshagan, elga o'xshagan qari tomonlardan, xalqlardan bo'lsin. Kelajakdagi yoshlarning prezidenti bo'lsin. Doim elingiz kelgan yigitlardan bo'lsin. Avvaldan amin shu. Elingiz tinch bo'lsin barcha. Adekezga ham rahmat. Adekezdan duasini Alloh taolo bizdan tez rozi bo'lsin. Amin Allohga. Aziz Solban kel. Hozir qizga qator kelgan. Aziz Solban. Atqamoq kimniki? Nurbek Ayashagan matnda 5000 so'mga salom solib keldi Nurbek. Aziz. Vaqtiga kelgan bir yaxshi qilib o'tiring, ha, bolalarga. Assalomu alaykum. Yaxshi din bo'ldi. Pazar gün yok, tegi yok, oldu. Ortaya sizine ondan yeter sağ olsun. Yollarınız tamam olsun istiyoruz. Sen jamanlarning qatarında bessin hadi. Sen palvonlarning qatarındasın. Haqsızlık. Baba bolgan qata taqdir etsin.